2026-yil 9-aprel sanasi Toshkent shahar Avloniy nomidagi Milliy ta'lim boshlash institutida xalqaro darajadagi Federico Carvalho ta'lim bo'yicha xalqaro ekspertni darslarida, seminarlarida ishtirok etmoqdamiz. UNESCO bo'yicha International Education Expert ta'limda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt mavzusidagi darsda. Ahmedova Nargiza. Stajirovkaga borishda hozir 3-jarayon amalga oshirilyapti. Demak, 17-aprelda kelishadi. Ma'lumot uchun sizlarga yana shu bildirib qo'ymoqchi edim. Iyun oyida yana bitta guruhimiz bor. Ya'ni mana shu Fransiya davlatiga malaka oshirish kurslari. Mana shu kurslarga o'zidan o'sha markazlaridagi rahbariyatlarga kelishgan holda amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. Mana hozir 1-marta sizga kelib hozir bu yerda o'qishlarni institutimizda malaka oshirish. Shuning uchun avvalambor hammanglarni xush kelibsizlar institutimizga va qolaversa mana 28-29-yilga qadar biz sizlar bilan birgamiz. Har kuni sizlarga har bir kuningizda faollik o'tishi uchun qolaversa yangiliklarga boy bo'lishingiz uchun yangi bir innovatsion g'oyalarni o'zingizlar bilan olib ketib hududingizda amalga oshirish uchun bir dasturlarga yangicha bir yondashuvni xohladik. It's a system that can take a lot of the information that already exists in the world. Dunyoda mavjud bo'lgan barcha ma'lumotlardan foydalangan holda. But unlike us, it can really absorb information from anywhere, in any language, in any form. Bizdan farqli o'laroq, demak sun'iy intellekt turli tillardan Ability to relate to each other might increase substantially. va bu haqda juda ko'p tadqiqotlar bu haqda mendan ko'p so'rashyapti, bu haqda ko'p gapirilyapti. Ya'ni o'zaro munosabatlarimiz pasayib ketishi. We already see that in social media. But with AI, we're starting seeing people developing relationships with the machine. Va ko'ryapmizki, borib mana ijtimoiy tarmoqlarda odamlar o'sha aynan sun'iy intellekt bilan mashinalar bilan munosabatlarga kirishyapti. Because the machine can be qancha cho'zilib ketdi. Mana endi shu bugunga shu oyga yetgan ekan. Bu oyda ham bu kelishlaringizda ham bir hikmati bor. Chunki bugun mana yuqorida aytilgandek Amir Temur bobomizning 697 munosabati bilan yana o'sha aprel oyida bo'lyapti. Bu ham sizning bizning bir xayrli ishni boshlaganimizdan dalolat qiladi.